Assalomu alaykum. Bugun yangi trading jurnalimizni davom ettiramiz. Ya'ni kunlik videolarni davom ettiramiz. Bugungi holat. Bugun nima bo'ldi? Bugun juma. Xo'p, bizda FVga tashab ketgandi. Kechagi kuchli o'sish jarayonida 1 soatlik FVga tashab ketdi kecha New York sessiyasida. Bugun Aziya ochildi. Aziya o'sha 1 soatlik FVga test berdi. Bu trendga qarshi edi, trendga qarshi savdo edi. Lekin 1 ga 2 yurib berdi narx. Hop, keldi. 50% ga limit qo'ygandim. 1 soatlik FVga 50% i bizda narx 16.017 bo'lyapti. 1 soatlik FVga eng anaqasi 50%. 16.017. 16.000 ham anaqa kruglый sifra deb qo'yadi. U juda kuchli zona. Narx qaytaruvchi zonalardan. 16.000, 17.000, 16.500, 17.500 shunaqa. O'sha 00 lik zonalar narx qaytaruvchi zonalar bo'ladi. Endi limit qo'ydim. Bizda 1 ga 2 ishlab berdi narx. O'sha Aziyamiz bor edi. Aziyani anaqa range bo'ladigan bo'lsa, Aziyani low'ini yechdi. Dalshi Frankfurt highgacha bizga ishlab berdi 1 ga 2. Men bu yerda limit qo'ydimda, chiqib ketdim, ishim bor edi. Narx 1 ga 2 yurib bergan. Boshqa akkauntimda kiruvdim, boshqa akkauntda olmagan. 17 ga qo'ygandim. Boshqa akkauntda limit olmasdan ketgan. Shpilga tiqqan, lekin limit olmagan. 5 kayimizda hop bitta take. 5 ta сделка bo'ladigan bo'lsa, 5 ta ham 6 ta сделка bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bittasi yozilmay qolgan. Bir dona take oldik. Bir dona 5000 lik akkauntimizda. Bu hali ham prosatkada turibdi. Hali ham 2% prosatkada. Demak, ishlashda davom etamiz. Qanaqa holat bo'lgan? 1 soatlik 1 soatlik FVga 50%. Undan keyin bizga kichkina time frame'da 1 ga 2 ishlab bergan. Bunlar shunaqa holat. Bu yoqda kutdim, New York ochilib, buni tagini low'ni yechadimi degan maqsadda kutdim, lekin New York hali low'ni yechgani yo'q. New York doim Londonda low'ni yechib turib yoki high'ni yechib keyin qaytib boradi. Bu yerda hozir bu zonada SMT ham bo'lgan ekan. Aziyani high'dan kirsa ham bo'lardi. Hozir funt bilan SMT bo'lgan bu yer. Mana. Ko'ryapsizlar, bu yerda Aziyani high'ni yevro yecha olmagan. Funt yechib qo'ygan Aziyani high'ni. Funtda ham shu 1 soatlik FVga bor edi menimcha. Tak, funtda 1 soatlik FVgamiz narx 50% ga keldi. Limitlarga limit qo'ygan bo'lganimizda funtda limitni olardi. Aziyani high'ni yechdi. Ideal. Aziyani low'ini yechdi, keyin qaytib chiqib Aziyani high'ni yechib qaytib keldi. Bu yerda SMT bunaqasiga SMT bo'lgan. Masalan, funt Aziyani high'ni yechgan bo'lsa, yevro yecha olmadi, SMT bo'ldi. Narx qaytib kelishida oxirgi minimumda mana 1 soatlik FVga 50% ga test bergan minimumda yevro yechdi, funt yecha olmadi. SMT bo'lib qoldi bu yerda. Yevro buni yechib qo'ydi, funt yecha olmadi. Funt mana hali ham yecha olgani yo'q. Oxirgi minimum ham yecha olgani yo'q. Yevro polностью yechib tushib ketdi. SMT bu holatda
Qaytib kirganim yo'q shu bo'yi. Bir marta kirgan bo'yimcha kirmadim. 1 ga 2 ni oldim. Bo'ldi, kirmadim. Endi dalshi bugungi menimcha bo'lsa kerak shu bilan. Bugun juma. Bozor hozir qanaqadir bir anomal harakat qilib beradi. Tepaga chiqib PDXni yechishi mumkin. Bugunga shunaqa holat. Setapimiz bo'yicha bugun trendga qarshi 1 ga 2 ishlab oldik mayda. Yana ham riskni shashilib turgan edimda. Riskni 1% qilmadimda, riskni 0,5% qildim. 0,5% risk, $22, $25 risk, 1 ga 2 $50 berdi olindi. 1% qilish kerak edi. Mayli, endi 0,5% bo'lib qoldi. Keyingi nimalarda yoki 0,5% dan ishlab balansda 5000 ga chiqarib olgandan keyin undan keyin 1% bilan ishlayman. Ko'ramiz. Funtda hali beri kirgani faqat yevroda kuzatyapman. Yevroda ishlayman. Backtestlarimiz hali davom etyapti. Backtest jarayonlarimiz. Backtestni davom ettiryapman. Ya'ni statistikani davom ettiryapmiz. Qancha bunaqada mana o'sha 10 ta trade bo'lgan. 10 ta trade'da 60% win rate. 60% win rate 1 ga 2. Mayda 1 ga 2 satnashina bilan ishlanyapti. 1 soatlik FVG bor. Kichkina time frame'da 1 soatlik FVG nimasi bilan tasdiq, bu yerda tasdiq bo'lgan 50% dan tasdiq bo'lgan. FVG ni ichida manipulyatsiya bo'lyapti, undan keyin qaytyapti. Ular shunday qilib statistika qilyapman, ko'ramiz. Yana davom ettiraman. Bir 30 ta, 40 ta, 50 ta pozitsiya qilib polностью nima qilib ko'zni o'rgatish kerak, grafikka moslashish kerak. Qanaqa holatlar yuz beradi? Bu FVG ni 50% dan ketadimi yoki FVG ni o'zidan ketadimi yo FVG ga test berib ketadimi? Mana holatda 50% dan ketgan. Counter trend ham ishlaydi, trendga qarshi 50% ketgan. Keyingi holat trendga qarshi 50% dan ketgan. Bu holatda trend bo'ylab ekan. Yaxshi ko'rinmayapti. Trend bo'ylab bu ham 50% dan ketgan. Shu 1 soatlik FVG ni 50% dan ketgan. Tasdiq bilan kirganda ham qo'shimcha pozitsiya 50% dan kelib, keyin yana tasdiq bergandan keyin yana pozitsiya otsa bo'ladigan holat bo'lgan ekan. Ular shunaqa bo'lyapti. Endi buni test qilaman, buni testdan o'tkaziladi, keyinchalik 1% dan risk qilib ishlanadi. Bugunga shunaqa holat, boshqa aytadigan boshqa narsa yo'q. Setup shu. Endi bozor ko'nikib, bozorda o'rganish jarayonida yana bir narsalar, yana qo'shimcha bir narsalar chiqadigan bo'lsa, SMT'ni tushunmasdim. SMT'da endi sal-pal tushunib qoldim. Ya'ni bu long'ini yechdi, bu yecholmadi. Shu bilan funt bilan yevro bir-biriga SMT qilar ekan. Ya'ni bir-birini korrelyatsiya qiladi. Qaysidir vaziyatda yevro yechgan minimum maksimumni funt yechgan maksimumni yevro yecholmaydi. Yevro yechgan minimumni funt yecholmaydi. Shu SMT bo'lar ekan. Mana chiqib ketishini qaranglar buni. Ular shunaqa mana 1 soatlik FVG ni ichida manipulyatsiya beryapti, kirish kerak edi. Lekin funtda kirganim yo'q. Shunaqa holat. Tilla вообще range bo'lib qo'ygan. Tilla 1 soatlikda вообще range bo'lib qo'ygan. Siljimay qo'ydi hech qayerga. Shunaqa boshqa instrumentlarni hali ko'rmayapman, faqat shu instrumentlarda savdo qilyapman. Ger prosta pozitsiya ochilgani yo'q, prosta kuzatyapman ger. Gerda ham qilgan ishini qaranglar. 1 soatlik FVG bormidi? 1 soatlik FVG. Bir soatlik FVG yashadi, test qildi, obratnisiga test qilib chiqib ketdi. Ya'ni bizni FVG 1 soatlik FVG ni 50% dan kirgan bo'lganimizda
nima qildi? Yo, bu bizga emas ekan. Bu yevrodiki edi bu. Buni qanchalik yurishini bilmayman. Yevroda masalan 100 pips bemalol yurib beradi-da. Gerda qanchalik yurishini bilmayman, qanchalik yuradi. Shuni kuzatish kerak. Stop necha foiz? 35 pips qo'yish kerakmi? 50 pips qo'yish kerakmi stopni? Shunaqa. Bu gerda ham shunaqa holat. 1 soatlik FVGni test qilgan, qaytib tushib, obratnisiga ham yana bitta 50% ni test qilib dars chiqib ketyapti. Mana fond chiqib ketganini qaranglar. Likvidlarni yechadi, uni yechadi, buni yechadi, buni yechadi. Menimcha bizda katta time frame'da poiz zonamiz bor edi bu yerda. Menimcha shunga kelyapti. Daily FVG bor edi. Daily FVGdan reaksiya olib pastga tushdi. Daily order blokka tushdi, test berdi. Daily order blokdan daily FVGga menimcha full fill qiladi. Full fill qilib mana shu zonalardan qaytsa kerak. Polностью full fill qilib qaytadimi? Ko'ramiz, kuzatamiz. Shunaqa holat. Demak, 1% emas, 0,5% ishladim bu yerda. 1% ishladim. Ya'ni 0,5% risk qilib 1% ishladim. $25 risk qildim, $50 bu yerda ishlandi. Bo'ldi shu. Endi agar yana 1 soatlik FVG tashab ketadigan bo'lsa, keyin ko'ramiz. Endi bugun qiyin masala bo'lsa kerak, dushanbadan shu bo'yi dushanba ko'riladi endi. Shunaqa holat. O'sish bor, ozgincha tushuncha anaqalar paydo bo'ldi. Masalan, bozorda savdo qilish nimalari. Endi sekin-sekin rivojlanamiz baribir. Vaqt kerak bo'ladi. Bitta zelkada $5-6 ming ishlaydigan soha bo'lyapti. 15-20 minut ichida $2-3 ming ishlasa bo'lmaydigan sohada, birpasda ishlasa bo'ladigan, 15-20 minutda $3-4 ming ishlasa bo'ladigan soha. Endi buni o'rganish kerak yaxshilab. 1 yil ketsa ham, masalan 2 yil ketsa ham vaqt yaxshilab o'rganib unaqa qiladigan bo'lish kerak. Stabil savdo qiladigan bo'lish kerak-da. Stabil kuniga stabil savdo bo'lmaydi, lekin oyda plyusda yopadigan darajada bo'lish kerak. Shu bilan boshqa aytadigan gap yo'q. Shu xolos, menimcha mana likvidlarni yechib beradi. Fond ham 1 soatlik mana likvidlar bor, shularni yetsa kerak. Daily FVGning ichida manipulyatsiya bo'ladi. Shunaqa holat.